Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat, tezkor xabar tarqating. Butun O'zbekistonni magnit bo'ronlari oy kutib turibdi. Eng kuchlisi bugundan boshlanadi. Magnit bo'ronlari paytida o'zingizni asrash uchun oddiy tavsiyalar: ko'proq suv iching, uxlash rejimini saqlang, jismoniy va ruhiy yuklamalarni kamaytiring, qon bosimingizni nazorat qiling, spirtli ichimliklardan voz keching va kafeinni cheklang. Ekranlar oldidagi vaqtni qisqartiring. Agar odatda o'zgarishlarni sezmasangiz ham, bunday kunlarda tanangizga e'tiborli bo'lish juda muhim. Bu ma'lumotni barchaga ulashib ogohlantirib qo'ying. Eng so'nggi xabarlar bizning kanalimizga obuna bo'ling.